Bugun sizni Ko'ksaroy Gospital ko'p tarmoqli klinikasining operatsion bloki va reanimatsion bloki bilan tanishtirishni boshlayman. Birinchi operatsion xonamizda mana qorin bo'shlig'ida, ko'krak qafasida va boshqa tizimlarda laparoskopik, ya'ni lazer operatsiyasini bajarish uchun mo'ljallangan yuqori texnologik laparoskopik uskunamiz bor. Bunga qo'shimcha ishlatadigan mana ligashu apparatlarimiz, har xil holatdagi lazer koagulyatorlarimiz, uzoq vaqt narkoz beradigan narkoz apparatimiz va doimiy har xil gazlar bilan ta'minlaydigan konsolimiz mavjud. Bu operatsion blokda qaysi holatda laparoskopik operatsiyalarni bajarish mumkin bo'lsa, biz buni bajarishga qodirmiz. Xoh shoshilinch holatdagi operatsiyalar bo'lsin, xoh rejali ravishdagi operatsiyalar bo'lsin. Navbatdagi operatsiya xonamiz, bu operatsiya xonamizda travmatologik va urologik operatsiyalarni bajarish uchun oxirgi rusumdagi SRM dugamiz umumiy sistemaga bog'langan, narkoz apparatimiz va kerakli instrumentlar bilan jihozlangan. Bu yerda albatta juda yuqori texnologik operatsiyalar, endoprotezlash operatsiyalari, buyraklardan toshlar olish operatsiyalari bajarishga mo'ljallangan. Navbatdagi operatsiya xonamiz, bu yerda malaya proktologiya, kichik proktologiya, gemorroydan boshlab treshana anal yorug'i faqat o'ziga xos bo'lgan operatsiyalar qilinadi. 4-chi operatsiya xonasini ko'rsatyapman. Bu hozirgi kunda juda dolzarb bo'lgan plastik operatsiyalarni bajarishga mo'ljallangan xona hisoblanadi. Ko'zdagi, ya'ni qovoqlarni olish blefaroplastika operatsiyasidan boshlab odam tanasida bosh, ko'zi, yuz, tana, ko'krak, qorin bo'shlig'ida, oyoqlardagi barcha turdagi plastik va rekonstruktiv operatsiyalar bajariladigan xona. Ko'ksaroy Gospital klinikasining operatsion bloki bilan tanishib chiqdik. Barcha holatlarda bo'lgani kabi yagona yaxlit mexanizm bo'lgan operatsion bilan bog'liq bo'lgan reanimatsion blokni keyingi chiqishlarimizda ko'rsatib o'tamiz.